Assalamu alaykum kichik do'stlar. Bugun yana sizlarga yangi bir cho'chak elib keldim. Cho'chakning ismi Qag'i bilan Seg'izxon. Bir kuni Qag'a Seg'izxon bilan uchrashib qolib o'zicha maqtandi. Men ajoyib bir qushman. Yerda boyvachchalardek ma'man, osmonda parvoz qilib uchaman, qoqildab chiroyli naqsh ayta olmayman. Shu chaqda Seg'izxon mundaq savol qo'ydi. Qushlarning shohi qironini bilamsan, undaq bo'lsa? Bilmən. Onun qiyağa qarab uçqanlığını görgənmidin? Görgəndim. Onun maqtanğanlığını anlığanmidin? Anlamğan. Kuyucu quş bulbulunu biləmsən? Bilmən. Onun yıqımlıq sayraşlarını anlığanmidin? Anlığanmən. Onun maqtanğanlığını görgənmidin? Yoq. Qiran bürkütdək, alğur, bulbuldək kuyucu maqtanmaydı. Sen ne üçün şunçala maqtınsan? Bu gaplarni anlagan Qağa Seg'izxonga javob berolmay, xijil bo'lguncha uchib ketibdi. Maqtanchoqlikning yaxshi ish emasligini mushundan bilib olsak bo'ldi. Xayr xo'sh do'stlar, yana bir qatimliq cho'chak aytish saytimizda ko'rishaylik.